Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım, hammangizlarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Men bugun yana o'zimning ba'zi fikrlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Men burundan tatib aytib kelayotgandek, biz Sharqi Turkistonliklar nihoyatimiz sagak va hushyor bo'lishimiz kerak. Xalqaro vaziyatlarga qattiq diqqat qilishimiz kerak va kuzatishimiz kerak. Men bugun uzundan beri xalqaro kun tartibidan tushmayotgan, doim qiziq nuqta bo'layotgan Taliban haqida o'zimning tushunchalarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Biz Sharqi Turkistonliklar xalqarodagi boshqa millatlarning, davlatlarning, mayli do'stimizning yoki dushmanimizning ortiqchiliklarini tepib chiqib, ulardan ilhom olishimiz, o'rganishimiz kerak. Kamchiliklaridan ibrat olishimiz kerak. Men Turkiyadagi ko'p sonli qarindoshlarim bilan fikrlashgan vaqtimda, men hozir boshqa ish qilolmayman. Vatanim uchun xizmat qilolmayman. Men o'qimagan tursam, iqtidorsiz tursam, men siyosatni bilmasam, mening qo'limdan nima ish keladi degan o'xshash ko'p so'zlarni olayman. Hammamizning bilgandek, Afg'onistonda 20 necha yildan beri ichki urush bo'layotgan edi. Afg'onistonda ichki urush qilayotgan ikki tarafning birisi burunqi Afg'oniston hukumatı. Bir tarafda bo'lsa Afg'onistonning xalqi, ya'ni o'zini Taliban deb atab olgan, maktabda ko'p o'qib boqmagan, ko'pinchisi savodsiz bo'lgan, siyosatni va xalqaro vaziyatlarni tushunmaydigan, faqatla o'zining davlatini islomiy ahkamlar bilan, shariat bilan boshqarish kerakligiga ishongan, boshqa tashqi kuchlarning, ya'ni Amerikaning o'zining davlatida askar turg'izishini xohlamagan bir turkum xalq bor edi. Bu xalq 20 necha yildan beri o'zining g'oyasi va orzusi uchun bu yo'lda qonlarini, mollarini, hatto urug' tuqqanlarini fido qildi. Nurg'unlari bu yo'lda shahid bo'ldi. Ularning qarshisida bo'lsa burunqi Afg'oniston hukumati bor edi. Afg'oniston hukumatidagi nurg'un kishilar, ziyoli, oliy maktab o'qigan doktor, professorlar, siyosatchilar, qo'mondon, general va marshallar edi. Afg'onistonning burunqi hukumatini Amerika va boshqa davlatlar qo'llab, iqtisodiy va qurolli yordamlarni bergan edi. Mana shundoq imkoniyatlarga ega bo'lgan Afg'oniston hukumati haqiqiy iymon e'tiqodi, nishoni, irodasi bo'lmaganligi uchun nurg'unlagan pulni olib boshqa davlatlarga qochib chiqib ketdi. O'zining nishoni uchun mol dunyosini, o'zining jinini qurbon qilmadi. Bu masaladan shuni his qila olamizki, mayli qanchalik o'qib keting, qanday unvonlarga erishing, yetarli iqtisodingiz bo'lsin, nurg'unlagan maqomlarga ega bo'ling. Agar sizda haqiqiy ishonch, haqiqiy iroda, shu nishoningiz uchun o'zingizning jinini, milini, eng yaqinlarini qurbon qila oladigan fidokorlik bo'lmasa, eng oxirida mag'lub bo'lganini yana bilasiz. Yana Talibanga qarab shuni his qila olamizki, mayli biz savodsiz bo'lsakmi, iqtidorsiz bo'lsakmi, nurg'unlagan iqtisodiy qiyinchiliklarimiz bo'lsa-mi, nurg'unlagan jafo mushaqqatlarga, malomatlarga, arziyatlarga uchrayotgan bo'lsakmi, o'zimizning yetmoqchi bo'lgan orzu-armonlari uchun, g'oya nishonlari uchun o'zining borlig'ini fido qila oladigan, bu yo'lda jafo mushaqqat tortoladigan va shu orzu g'oya uchun birlik, hamkorlik o'rin oladigan, bir-birisining kamchiliklarini tuzitib, xatoliklarini yepib, ortiqchiliklarini taraqqiy qildira oladigan, o'ziga boshliq bo'lgan kishilarning doktor, professor, marshal, general degan o'xshash nurg'unlagan unvoni bo'lmasa-mi, u kishiga ergisha oladigan, samimiy xizmat qila oladigan, hech qanday ish qila olmasa-mi, o'zining birlik barobarligini saqlab, o'zining ish ustiliklariga ishonch va ruhiy oziq bera oladigan. Birligimizda bo'ladi ekan, biz hamon g'alaba qilamiz. Bizning Talibandan o'rnak ilishga tegishli yana bir nuqta bo'lsa, Talibanning amirlari bo'lsin, qo'l ostiliklar bo'lsin, o'zining milliy urf-odatlariga va diniy e'tiqodiga qattiq rioya qiladi. Mayli boshqa yot millatlar, boshqa kuchlar ularni zonliq qilsa-mi, masxara qilsa-mi, ularni yaratmagan taqdirda ham o'zining madaniyatini qo'g'daydi. Taliban rahbarlarining o'tmishiga qaraydigan bo'lsak, xalqaro yig'inlarda, BDTlarda va shunga o'xshagan davlat rahbarlari bilan ko'rishgan vaqtlarda boshlarida yo'g'on salilar, uzun kiyimlar, putida bo'lsa sapmi kesh bilan qatnashadi. Chunki bu ularning milliy urf-odati edi. Ularning qarshisida zamonaviy kiyimlarni kiygan, xurum oyoqlarni, kostyum, burluklarni va galstuklarni taqgan davlat rahbarlari bor edi. Talibanlar va ularning agash kuchlari boshqalar nima desa desin, o'zining qimmat qarashiga qattiq hurmat qildi. Boshqalarning ayiblashidan qo'rqib, o'zining maydonini o'zgartmadi. Bizdagi ba'zi siyosatchilarga qaraydigan bo'lsa, uzun kiyim kiygan, qora kiyim kiygan ayollar sirtqa chiqmasin, namoyishga chiqmasin, boshqalar terrorist deydi, buni deydi degan o'xshash har xil maydonsizliklar, ichki hujumlar olib berilyotdi. Vaholanki Turkiyadagi ko'pincha namoyishlarga qaraydigan bo'lsak, hammasida degudek diniy qimmat qarashi kuchli bo'lgan, uzun kiyimlarni kiygan ayollar bilan to'shib ketadi. Ammo diniy e'tiqodi unchalik kuchli bo'lmagan, yalang'ochliq ayollarni, ziyolilarni ko'ngli bo'lmaydi. Shuning uchun bizning siyosatchilarimiz ham o'zimizning xalqining diniy ko'z qarashlariga, milliy urf-odatlarga qattiq hurmat qilishni va birligimizni saqlashni o'rganish kerak. Biz o'zaro hujum qilishga emas, o'zaro bir-birimizning ko'z qarashlariga, fikrlariga hurmat qilishga ehtiyojliq.
Agar boshqalarning ayblashidan qo'rqib, o'zining milliy urf-odatiga va diniy ko'z-qarashlariga, bo'libmi o'zining maydoniga xiyonat qilgan kishi beshiga og'ir qiyinchilik kelgan vaqtida balki vatanini, millatini ham setishi mumkin. Talibanlarning diqqatini tortgan yana bir masala bo'lsa, Talibanlar 20 necha yildan beri hatto davlatning butun tuproqlarini qo'lga olgandan keyin, butun huquqlarini qo'lga olgandan keyin, Afg'onistondagi butun tashqi kuchlar sirtqa chiqib ketgandan keyin va hozirga qadar rasmiy hukumatini e'lon qilmadi. Agar Talibanlar ham huquqqa, ismga ahamiyat bergan bo'lsa, bundan necha 10 yil burun o'zini Taliban hukumati deb e'lon qila oladi. O'zlarini Cumhurbaşkanı deb e'lon qila oladi. Afg'onistonning burungi hukumatini e'tirof qilmay, biz haqiqiy hukumat biz-chu deb ularni hukumatdan nechin qura oladi. Ammo Taliban unda qilmadi. Ular ismning, mansabning orqadan agishib ketmadi. Afg'onistonning burungi hukumati butunlay yo'qolgandan keyinmi, ta hozirga qadar vaqtlik hukumat ismi bilan davlatni boshqaryapti. Texnicha muntazam va rasmiy hukumatni qurmadi. Bizdagi ba'zi bir shaxsiyatchi, nafsoniyatchi, mansabxumor, faqat o'zini o'ylaydigan shaxsiyatchi kishilar bo'lsa, nechilgan hukumatlarni qurdi va shuning o'xshagan cho'ng idora organlarining va shuning o'xshagan hukumat organlarining ismlarini qo'yib oldi. Ammo qo'ygan ismi qo'shliq na ularning qilgan ishi bor, na iqtisodiy kuchi, na askariy kuchi bor. Bizda halingga tushib, haltat xaltanqishlik unta degan gap bor. Bizmi o'zimizning shart-sharoitiga, ahvolimizga qarata ismlar bilan tashkilotlarni, jamoatlarni qurib harakat qilsak, xalqarodagi boshqa jamiyatlarmi, davlatlarmi bizga to'g'ri qaraydi, bizni samimiy deb his qilindi. Undaq bo'lmaydi ekan, yaqinda Turkiyadagi butun televizor kanallarida saxta Cumhurbaşkanı deb e'lon qilingan, butun jamiyatlarning, tashkilotlarning va partiyalarning zonliq qilishiga uchirgan taxtipaz kishiga o'xshab qolamiz. Sharqiy Turkiston davosining 100 obro'ini to'kib, arzimas bir narsaga aylantirib qo'yamiz. Bizdagi Sharqiy Turkiston davosida yaxshi kishilarni, yaxshi xizmat qilayotgan kishilarni qo'llash oz. Sharqiy Turkiston davosini setib o'ynayotgan, o'yin chiqib o'ynayotgan, na ilmiy siyosatga, na shar'iy siyosatga, na insonlikka mos kelmaydigan saxta Cumhurbaşkanlariga o'xshash nachar insonlarga qarshi turish nihoyat oz. Biz bu qilmishlarimizni ham o'zgartirishimiz kerak. Bo'lmaydigan Sharqiy Turkiston davosi yetarli tezlikda taraqqiy qilolmaydi. Biz bu atalmish saxta Cumhurbaşkanının yillardan beri Sharqiy Turkiston davosini o'yin chiqib o'ynashiga, boshqalarni qaqsoqti qilishiga yo'l qo'ydik. Sukut qildik. Vaholanki bugungi kunda butun Sharqiy Turkiston davosini Turkiya ichida yillardan beri biz Sharqiy Turkistonliklarning elib borgan natijalarini nol qildi. Sharqiy Turkiston davosini Turkiyada e'tiborsizlashtirdi. Sharqiy Turkistonliklarni va Sharqiy Turkiston tashkilotlarini Turkiyadagi davlat kadrlari o'zining ishxonasiga, o'zining huzuriga qabul qilishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Biz yana sukut qiladigan bo'lsak, buningdan keyingi ahvollar nima bo'ladi, buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Hozirgi Afg'oniston hukumatı bo'lgan Taliban va Afg'onistonning burungi hukumatidan oxirgi xulosalaydigan narsam shuki, Talibanlar mayli soni qanchalik oz qolsin, mayli iqtisodi bo'lsin bo'lmasin, mayli ochliqdan o'lib ketgan taqdirdami, qo'lida hech qanday tuproq qolmagan taqdirdami, o'zining mavjudligini saqlab qoldi, o'zining g'oyasi va orzusi uchun kurashni davomlashtirdi. Burungi Afg'oniston hukumatiga o'xshash o'zining tuproqni tashlab kechib ketmadi, o'zining g'oyasidan voz kechib ketmadi. Afg'onistonning burungi hukumati qo'lidan nurg'unlagan imkoniyatlar, iqtisodlar, askarlar turib, nihoyat osonla o'z g'oyasidan, orzusidan voz kechib, boshqa davlatlarga chiqib rohat turmush kechiryapti. Ya'ni bu ishlarning huquq bilan, mansab bilan va yoki doktor, professor va boshqa unvonlar bilan hech qanday munosabati yo'q. Bu ish samimiyat, fidokorlik, iroda va jasorat talab qiladigan ish. Agar biz haqiqiy samimiy bo'lganmiz, o'zimizning g'oya nishonlari uchun fidokorlik ko'rsatadiganmiz, biz doktor, professor bo'lmasaqmi, siyosat o'qimasaqmi, hatto savotsiz bo'lsaqmi, o'zimizning birligini qurishga, jamoatlashishga, hamkorlashishga, o'zaro bir-birimizni qabul qilishga bel bog'lay oladiganmiz, tirishchilik ko'rsatadiganmiz, biz chuqur g'alaba qilamiz. Agar biz o'zimizning davosi uchun, o'zimizning mustaqillik ko'rishi uchun, Allohning dini, islom dinini Sharqiy Turkistonda izzatga erishtirmoqchi bo'lganmiz, o'zimizning nafsi uchun, boylik uchun qanchalik jafo tortayotgan bo'lsak, qanchalik kurash qilayotgan bo'lsak, fidokorlik ko'rsatayotgan bo'lsak, Xitoy tajovuzchilariga qarshi shunchalik fidokorlik ko'rsatishimiz kerak. Vaqtimizni, kuchimizni sarf qilishimiz kerak. Biror davlatning vatandoshligiga qanchalik intilayotgan bo'lsak, qanchalik ehtiyojli bo'lgan bo'lsak, vatandoshlikka erishish uchun qanchalik intilayotgan bo'lsak, izlanayotgan bo'lsak, vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun shunchalik intilishimiz, izlanishimiz, fidokorlik ko'rsatishimiz kerak. Yevropa allaridek taraqqiy qilgan ellarga chiqib bayashat turmush kechirishni qanchalik orzu qilayotgan bo'lsak, qanchalik izlanayotgan bo'lsak, fidokorlik ko'rsatgan bo'lsak, uningdan ortiqroq vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun fidokorlik ko'rsatishimiz kerak. Agar undaq bo'lmaydi ekan, biz ham Afg'onistonning burungi hukumatiga o'xshash saxtipaz bo'lib qolamiz. Agar biz davomimizda haqliq bo'lganmiz, samimiy bo'lganmiz, Afg'onistondagi Talibanlarga o'xshash o'zaro bir-birimizni qabul qilishimiz, hamkorlashishimiz, birligimizni qo'dishimiz kerak.
kerak. Atrofimizdagilarning, ish ustidagilarning nurg'unlagan unvoni bo'lmasimi, amal mansablari yuqori bo'lmasimi, nurg'unlagan mol mulki bo'lmasimi, ularning atrofida jo'g'lashishimiz, hamkorlashishimiz, jamoatlashishimiz kerak. Ko'nilada ish birlikda, kuch o'mlikda degan gap bor. Agar bizda birlik bo'lmaydi ekan, biz hech qanday ishni qila olmaymiz. Balki ba'zi qarindoshlarimiz o'ylashi mumkin. Bu Anvar qarindishim faqat gap qilishdan biladi, boshqa ish qildan kelmaydi. Deyishingiz mumkin. Haqiqatan to'g'ri deysiz. Men yolg'iz bo'lsam, boshqa ish qilimdan kelmasligi mumkin. Agar mening atrofimda sizga o'xshash fidokor, haqiqiy, samimiy, jasoratli qarindoshlarim bo'lsa, o'zimizning kuchini, iqtidorimizni birlashtirib, bundan cho'ng ishlarni qila olamiz. Agar bir-birimizni yolg'iz tashlab qo'yib, hammamiz o'zimizning ishi bilan, birimiz oshxonada, birimiz atoliyada, yana birimiz boshqa zavod, fabrikalarda o'z ishimiz bilan mashg'ul bo'lib, boshqa ish bilan karimiz bo'lmasa, bizning bu hayotimiz mushundaq behuda o'tib ketadi. Alloh subhanahu va taolo hayotini zoya qilib o'tishlardan qilmasin. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.